Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda Bo'ron zapravka arka tarafida 200 kvadrat metr bo'lgan hovuzlarimiz bilan tanishib o'tamiz. 2 danasi bor ekan. Tayyor podkresh bo'lib turibdi. Gelib yashaydiganizlar. Fasadlar ham troyetilla qilingan. Yurib turgan balkondan ega, balasina ham o'rnatilgan, balasina ham oq svetlar bo'yab qo'ydilar chiroyli qilib. Albatta mashinlardan parkovочный местasi ham bor. So'qillarni kafellik bayrakallarlar bir şey ishgan, kan hamma ishi bitib turibdi. Balkonlardan balasina o'rnatilgan, orqa bo'yab qo'ydilar, alifallar ham qilingan. Gaz svet suvdan ham muammosi yo'q, dokument ham tayyor azizlar. İkisi var ekan, birisi pajani xodli, birisi pajani xodsuz. Xalanızı gelishib olsangiz bo'ladi. Pajani xodlining narxi $5000, sal qimmatroq edi bundan. $5000 arzonroq azizlar. Oxirida narxini aytib o'tamiz. Sho'chiklar ham qo'yilgan, bir gazdan tashqari suv bilan svetniki qo'yilgan, gazligini olib o'zlaringiz qo'yib berasizlar. Ajoyib mestoda ekan. Bismillahirrahmanirrahim deb boshimiz, yani girgandan beri prixожий zonasi 2-3 razmerda tushgan. Bu yerda o'ng tarafimizda raxonalar qo'yilgan, kafellar ham qilingan azizlar. Bu yerda sening vodoprovodning mestosi azizlar. Endi ochib ko'rsatamiz yana. Mana nasos ham qo'yilgan, suv sho'chiklar ham o'rnatilgan. Suvning napori yaxshi bo'lishi uchun nasos ham o'rnatganlar azizlar. Bu girgan dalam qismimiz bo'ladi. 3-9 razmerda oyoq teramiz laminat pol qilingan, devorlar ob'oy, patologlarimiz esa o'rtalardan tijoy, chetlari gipsokardon bilan qoplangan. 200 kvadrat metr bog' ham katta. Dalaning yeng, uzun tushgan. Chap tarafimizda bu yerda birinchi zal joyi, ob'oylar ham ajoyib ob'oylardan ishlatilgan. Eshiklari high-tech uslubdagi eshiklardan yarmayishgan zalimizdagi birimiz 3-620 razmerda tushgan, devorlar ob'oy qilingan, patologlar o'rtalaridan tijoy, qora svet, chetlari gipsokardon bilan qoplanganlar. Zo'r mestoda joylashgan ekan, eldan keng ko'cha. Aynalar plastik ramlardan, radiatorlar ham bor. Laminatlar ham yaxshi moyagalar, plyuslar ham o'rnatilgan. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q, bog'chalar ham bor. Azizlar, hovuzlarimiz yanında. Mektebe sal arrakashqaslar. Marşrutdan kun muammosi yo'q. 13-28 marşrutu hovlimizni salgina arrakdan tuttirdi. Lisensiyamiz ham quyma, ustidan kafellar bilan ishlab qo'yganlar. Lisensiyam tenda sanuzeli joylashgan. Bu tarafimiz esa oshxonalar 3-4 razmerda tushgan. Fartuqlar qilingan, arisollar o'rnatilgan. Ajoyib sifatli arisollarning beri kir mashin toshchalari, bu tarafimizda esa mo'yka uchun toshchalar tashalgan, issiq suv, kanalizatsiya toshchalari. Zamonaviy dokumentin nasina tapliyan qo'yilgan. Gaz toshchalari bor. Aynalar plastik ramlardan, podogolniklar ham o'rnatilgan. Ob'oylar ham oshxona mos ob'oylardan qilganlar. Lyustralar mas ko'tlar, lyustram ajoyib, niamishni lyustralar. Bu yerda radiatorlar bor. Bog'ini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bog'ining katta tushganizlar, keng. Shu paxsachazlar, ko'rtugansiz krugoy seshgan bo'lgan. Bu yerda yana tapchan qo'yib, dam olib o'tirmoqqa mestolar ham bor. Xolasangiz barbekülarni o'tib chiroyli qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Endi bir naves qilib bersangizlar, tapchanning ustida soya bo'lib turadi, yozda dam olib o'tirmoqqa zo'r mesto. Ziloniy zonasi ham katta tushgan. Paxsalar ham balandlatib o'rilgan. Tarnog'ini ko'rib turgansiz, beton orasidan to'g'ri qo'yib berganlar, to'g'ri ortiga ketadi. Yog'gan yomg'ir. Spalnimizni ko'rsatib o'tsak azizlar, spalnimizda eshiklari high-tech eshiklardan. Birimizda 3-4 razmerda tushgan. Ob'oylar qilingan, patologlardan tijoy, aynalar plastik ramlardan, podogolniklari bor, radiatorlar ham o'rnatilgan. Lyustralar ham masalan azizlar. Ajoyib chiroyli lyustralardan. Ikkinchi qavat bilan tanishib o'tamiz. Böyle sanuzelini ko'rsatib o'tadi boshda. Sanuzelimiz ham tayyor qo'yilgan. Ishlari plastik ramlardan. Sanuzelimiz ham oyoq terlari kafel, devorlar ham kafel, patologlar plastik, vanna, unitaz rakonalar qo'yilgan. Bu yerda men shunday mestosi bor azizlar. Meyda juda ko'p qo'shish uchun portchalari plastik ramlardan. Har bir mestodan unumli foydalanganlar azizlar. Lisensiyamiz ham qo'yman. Qo'ltiqdan yerlar nijavikadan azizlar. Nijavikadan bilasizlar, arzon narsa emas. Oyoqtelar berilgan, lisensiyamizni kafel qilganlar. Shuni
laşatkesi var. Kichkina chapda 2 xona, o'ngda 2 xona, bir de sanuzel joylashgan. O'ngdagi xonalarımızdan başlayarız eshikleri. High-tech eshiklardan. Mana eshiklardan qo'yilgan. Zalımız 3'e 620 razmerda tushgan. Zalımız bir tarafdan bir zali bor. Aynan plastik ramlarımızda 200 kvadrat metrli narx ham zo'r narxda. Yerimiz 3'e 620 razmerda tushganizda bu zal qismi bo'ladi. Balkondan chiqadi bu zaldan. Radiatorlarni boyni balkondan kuzatib o'tamiz. Balkondan keyin kichkina ustira qo'yib, yozda chiqib dam olmoqqa zo'r masalalardan biri. Xonamizdan chiqqandan o'ng tarafimizda sanuzel qismi bo'ladi. Sanuzelimiz ham polni tayyor. Oyoq tiylari kafel, devorlar ham kafel, potoloklar plastik, vida rakonyalar, unitaz, vannalar hammasi qo'yilgan. Radiatorlari boyni. Bir de 600 palazadan tashalgan. Tarafimizda 2 spalnisi var. 3'e 4 razmerda tushgan. Oboylar ham qilingan. Patologlarimiz yangi yurib turgan, chiroyli qilib, vodovizorlarni qo'ydilar. Oppoq etib, lyustralar asilgan, karnizlar ham qisilgan. Tayyor xonadan doğru girib yashaydigan azizlar. Shunga ham e'tibor qilingan. Mestas ham zo'r. Ajoyib mestas. Ham 200 kvadrat metr bog' ham katta. Bir ham 3'e 4 razmerda oboylar niji oboylardan foydalanganlar. Lyustralar asilgan, hamma da lyustralar boyni. Bağını gözətib turibmiz. Azizlar, bog' ham katta tushgan. Kichkina emas. Dokument ham tayyor. Svet bilan suvni tushirishga qo'ygan gaznikini o'zlaringiz qo'yib berasizlar. Hurmatli obunachilar, azizlar, lokatsiyasini aytib o'tadigan bo'lsak, Mesta plajasining Bo'ron zapravkani orqa tarafida 2 qavatli podключ holatdagi 200 kvadrat metr bo'lgan xonadon bilan tanishib o'tdik. Pajarniy xotlarning narxi, şu durgan xonadonimiz narxi $85.000, yan başındaki $80.000 azizlar. Gelib xalanızı saylab, gelishib olishingiz mumkin. Mülkiyatini o'zlari bilan. Eğer kanallarımızda yangilar bo'lsa, videomuza like basıp, qo'llab-quvvatlab tursanızlar, videomuz yangi takliflar uchun sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizda görüşguncha xayrlab qolamiz.